Assalomu alaykum, Minamarka vodiy kuzatuvchilari. Kitob bilan video qilishda ham trend ko'ramiz shekilli oxir akalar. Bugun qo'limizga yangi holatdagi, xudo xolasa BYD Chazorimiz keldi. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, bizdan mashina olganinglarda qanaqa qulayliklar bo'lishini sanab o'taman. Ha, bizga o'zimizga plus tomonlarimizni ham aytib o'tamiz. Xo'p, mashinamiz endi 2023 3-paysada. Kraskalari top-toza, rangi ham o'ta chiroyli svetda. Xo'p, atiga 16000 probeg, 3-paysasi 120 km yuradi. Bundan oldin oqini ham qo'ydik, u 4-paysa eng full edi, bu undan bitta pasti bo'ladi. Holatlari yangidek turibdi. 2023 yili ham dekabrda olingan mashina. Kamchiligi, aybi, nuqsoni umuman yo'q. Orqalari ham aniq. Bu mashinamiz endi Minamarka vodiy kanalida Xo'p, 18900 dollarga telefon qilib baraka qilsanglar bo'ladi. Kamchiligi, aybi umuman yo'q, bilasizlar, juda ham ko'payib ketdi BYD. Endi videomizning eng oxirgi asosiy qismi, sizlardan mashina olsak nima qulayliklarga ega bo'lamiz degan savolga bugun javob beraman. Endi akalar, bizdan mashina olsanglar bozordan ancha arzon olasizlar. Bu eng birinchi qismi bo'ladi. Xo'p, ikkinchisi bo'lsa, odam sotadigan odam bilan oladigan odamning o'rtasidagi ishonch bo'ladi. Ishonch deb, mana misol uchun hozirgi mashina kraskalarini top-tozalaydi. Biz bunga 100% garantiya bilan boshimiz bilan javob beramiz. Ya'ni ko'pchilik inson shu narsani nimaga yopishtirasizlar deb so'rayapti. Endi bu akalar mashinaga qandaydir o'zi vid berib turadi, lekin buni tagida ko'pchilik ham uni silingan joylari bor, qirilganlarni bekitish uchun yopishtirasizlar deb o'ylashadi. Lekin buni tagiga biz 100% garantiya beramiz. Nimagaki, aybi bor mashinaga qog'oz umuman yopishtirmaymiz. Oxiri eng muhim joyi bizga klientning roziligi bo'ladi. Ya'ni xudo xolasa bizdan mashina olganlar shu paytgacha bittasi ham norozi bo'lmadi. Norozi qilmadik, har bittasini hammasini rozi qilib jo'natganmiz. Agar siz bizdan mashina olib shu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, biz haqimizda bir dona bo'lsa ham fikr qoldirsangiz, yaxshimi, yomonmi, biz hammasiga rozimiz. Xudo xolasa hammalarni rozi qilganmiz. Anchadan beri kuzatib, bizdan mashina olmoqchi bo'lganlardan bo'lsa ham bir dona kommentariy kutib qolaman. Kamchiligimiz, aybimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol yozishinglar mumkin. Hammasini to'g'ri qabul qilingan holatda yana davom etamiz akalar.